Ko'p odamlar menga shunday deyishadi: "Men ko'chaga chiqsam, odamlarni ichida bo'lsam, menda muammo yo'q. Lekin men yolg'iz qolishim bilan, menda qo'rquv boshlanadi, xavotir boshlanadi, tanamda o'zimni yomon his qilaman" deyishadi. Agar sizda ham shunday holat bo'layotgan bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Diqqat qiling. Mana shu holatni men hozir sizga qisqacha qilib tushuntirib beraman. Yolg'iz qolganingizda nima bo'ladi? Bu jarayonda nevroz holati paydo bo'lishni boshlaydi. Sababi, nevroz holatining paydo bo'lishiga sabab, siz mana shu vaziyatda diqqatingizni ichkariga qaratasiz, ya'ni tanaga. Odamlarning oldida bo'lsa, ko'pincha siz ular bilan suhbatlashasiz, ularning savoliga javob berasiz, diqqatingizni tashqaridagi ko'p narsa tortadi. Lekin siz yolg'iz qoldingiz deguncha, butun tanaga o'z diqqatingizni, kuzatuvni qaratishni boshlaysiz. Siz nafas olishingizga e'tibor berasiz, yuragingiz urishini sanaysiz, qon bosimingizni o'lchaysiz yoki boshqa holatlar. Bu narsa nevrozda paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Ya'ni siz kuzatasiz va kuzatuv holatida miyangizda fikr paydo bo'lishni boshlaydi, ya'ni bizda xavfsizlik yo'q. Va endi paydo bo'ladi, endi nima bo'ladi? Meni atrofimda hech kim yo'q. Qandaydir holat bo'lib qolsa, nima qilaman degan qo'rquv paydo bo'lishni boshlaydi. Undan keyin esa yopishqoq fikrlar rivojlanishni boshlaydi, ya'ni o'lib qolsamchi, yuragim to'xtab qolsachi, hushimdan ketsamchi, insult bo'lib qolsamchi, shunga o'xshash har xil yopishqoq fikrlar, xayollar sizni miyangizni, sizni xayolingizni qamrab oladi. Va siz bu holatda kuchli qo'rquvni, kuchli bosh aylanishi, yurak tez urishi, tanangizda qandaydir yoqimsiz hissiyotlarni his qilishni boshlaysiz. Va bu holatda ko'pchilik xato qiladigan eng ko'p xatolardan biri, juda ko'pchilik qiladi. Bu holatda mana shu yerdan qochib chiqib ketish va kim bilandir bog'lanish, kimnidir oldida ushlab o'tirishga harakat qilish. Ba'zi odamlar bor, yolg'iz qolmaslik uchun farzandini yoki qandaydir yaqin qarindoshini ko'chaga chiqarmasdan meni oldimda o'tirasan, men bilan birga bo'lasan, mana shu yerda o'tirib, meni yonimda bo'lasan, menga qaraysan degan narsani qilishadi. Ya'ni kuchli qo'rquv bo'ladi. Hattoki kichkinaroq bola bo'lsa ham shu yonimda tursin degan fikr paydo bo'ladi odamlarda. Hattoki shunday holatlar bo'ladi, farzandini maktabga jo'natmasdan yoki o'qishga jo'natmasdan uyda olib qoladigan yoki qandaydir haddi sig'adigan qarindoshi, singlisi, farzandi yoki aka-ukalarini uyga olib kelib menga qaraysan deb o'tiradigan jarayon bo'ladi. Bu katta xato. Bu mana shu sizni nevroziz holatingizni, mana shu yolg'izlikdan bo'lgan qo'rquvingizni yana ham kuchaytiradi va buni yana ham ko'proqqa cho'zilishiga hissa qo'shadi. Xo'p, endi nima qilish kerak? Mana shu holatda birinchi o'rinda sizda agar mana shunday holat paydo bo'layotgan bo'lsa, yolg'iz qolishga harakat qiling va ana shu yerda siz shu holatda belayotgan fikrlarda bu nevroz ta'sirida bo'layotgan reaksiya, bu nevroz jarayoni deb qabul qilishga harakat qiling. Va tanangizda bo'layotgan simptomlarni, qo'rquvlar, og'riqlar, yurak tez urishi boshqalarni nomlang, ya'ni ulardan qo'rqib qandaydir qarshilik qilmang, nomlang. Yuragim tez uryapti, bu qo'rquvni hisobiga. Qo'rqyapman, bu qo'rquv. Yoki mana bunaqa holat, g'ashlik his qilyapman yoki qaltirayapman, bu hammasi nevrozniki deb mana shu holatlarga asta-sekin nom berishni boshlang. Va 3-qadam mana shu yerda 5-10 daqiqa qolishga harakat qiling. Imkon darajasida chidashga harakat qiling, chunki bu holat xavf signali xolos. Bu haqiqat emas, bu nevroz paytidagi sizni miyangizda paydo bo'layotgan signal. Ya'ni bu haqiqatdan sizni tanangizda qandaydir kasallik yoki qandaydir og'ir holat bo'lyapti degani emas. Agar siz shuni ozgina vaqt chidab turadigan bo'lsangiz, miyada yangi fikr, yangi signal yozilishni boshlaydi. Ya'ni yolg'iz qolish xavfli emas. Lekin siz bu holatda qochib ketadigan bo'lsangiz, chalg'iydigan bo'lsangiz, diqqat har narsaga chalg'itib o'zingizni qanaqa qiladigan bo'lsangiz, uradigan bo'lsangiz, bu holat miyada paydo bo'ladi-da, demak bu yer xavfli, ya'ni yolg'iz qolish xavfli degan signal paydo bo'ladi.
Mana shu holatni asta-sekin davom ettiradigan bo'lsangiz, bu holatni mustaqil ravishda ham o'zingiz yo'qotishingiz mumkin. Lekin agar sizda mana shu narsani qila olishga jur'at yetmayotgan bo'lsa, qattiq qo'rquv bo'layotgan bo'lsa, yolg'iz qolishga qattiq qo'rqayotgan bo'lsangiz, psixolog yoki psixoterapevtga murojaat qiling. Psixolog yoki psixoterapevt orqali bu narsadan osonroq va tezroq xalos bo'lishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.